Men shu ofitsiant bo'lsam shu yerda oylikdan tashqari oyiga o'ldim deganda 3000 topardim. Nima qilardim? Kundan kunga mana shu servis sohasida servis uslugani visokiy уровеньda ko'rsatish juda qiyinlashib ketyapti. Ko'pchilik qilyapti shu. Masalan, men qimmat restoranda o'tiribmiz. Kishi boshiga $200 to'lashga yozmashdi keldik. Kelgan odamlar bilan kelib gaplashib turardim ovqat kelguncha. Hol so'rardim, kimsiz, nimasiz, nima bo'ldi, nima yordam bering, kayfiyatingiz qanaqa deb. Keyin mana qorni och ketmasin deb boshlanishiga starter nimalarni bir amallab tiqardim. Mana shuni yeb turing, ovqatimiz 1 soatda pishadi. Kutib qolasiz. Shuncha oz mana yeb tursangiz, 15 minut sizni qorningiz ushlab turadi deb. Yana starter qo'shdingizmi, keyin холодный zakuska, keyin горячий zakuskani qo'shib, o'sha shotni katta qilib qo'yardim. Ana unaqa shot bo'lgandan keyin xo'jayinlar ham beradi, ikkinchidan zo'r usluga ko'rsatib, mehr bergandan keyin turib ketayotganda odam o'zi mana shuncha odam $200 dan har bir ovqatga pul to'lagan odam $100, $50 chivini shuna tashlab ketadi. Nima deydi? Shu fikrimga qo'shilasizlarmi yo'qmi? Oranglarda restoratorlar bo'lsa.